5 xona uyim bor. Ikkinchi etajni nimadan qurib berasiz? Qarang, 5 xona uy 1 etajmi? 250 mingdan berasiz, 2 etaj bo'ladi. Qalay bo'lyapti? 250 ming so'm bersam bo'ldimi? Javob, qarab turing. 1 etajli uyni quring, sesmasini cho'tkili qilib quydirib bering, bo'ldi. Men sizga zo'r ustani tavsiya qilaman. Ko'ryapsizmi ustunni? Baquvvat material. Tomigacha yopib, shifrigacha yopib beradi. 250 ming so'mdan arzon. Mana bitta katesh, qarab turing. 5 xona uy darvozaxonasi bilan 35 millionga ham ikkinchi etaj ham tom yopilgan. Bunga nima deysiz? O'zbekistonda 12 ta viloyatdan telefon qilishadigan bo'lsa, eng zo'r tarafi mana shu pulni ichida qarab turing. Mana shu xomashiyoni ham olib keladi. Usta haqqisini ham qilib beradi, hamma narsasini qilib beradi. Faqat pul sanaydi, abetini qilib beradi joyda egasi. Endi nima deyapti? Pastga nomer qo'ydi, aloqaga chiqing do'stlar. 1 etaj uy 2 etaj qildirmoqchi bo'lsangiz do'stlar, bemalol telefon qilaverasiz. Mana shu do'stlar 5 xonali uyda 35 million so'mga ikkinchi etajini ko'tarib berishibdi. Shunday telefon qiling, 1 etaj uy 2 etaj bo'lib qoladi, sog' bo'ling.